Bugun 19-aprel kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Lacetti haydovchisi narkotik modda ta'sirida yo'l transport hodisasi sodir qildi. Bu haqida Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 07:30 da Chilonzor tumanining Tixay va Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasini sodir etib, hodisa joyidan yashirinishga uringan davlat raqami belgisiz harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasiga ovoz kuchaytirgichlar yordamida to'xtash ishorasini bergan. Yo'l patrul xizmat xodimining so'zlariga ko'ra, avtomobil to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan va ikkita Damas avtomobiliga texnik shikast yetkazgan holda hodisa joyidan qochishga harakat qilgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida transport vositasi to'xtatilib, uning ichida bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar tekshirilganda avtomobil ichida noma'lum moddalar, shuningdek, narkotik modda iste'moli uchun ishlatilgan buyumlar borligi aniqlangan. Haydovchi ham narkotik modda ta'sirida bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan haydovchi va bir nafar yo'lovchi protsessual tartibda ushlanib, Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Shuningdek, boshqa yo'lovchilarning harakatlariga ham huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda. Qaytarilmaydi, boshqani qilmaymanman. Kecha ichganman, nechidasiz kecha? Kecha bir anaqa ichmayman, spirtdan. Rulga qachon o'tirdingiz bugun? Soat nechda o'tirdingiz? 7:00 o'sha qat. Nima to'xtamadingiz? Bo'ysunmadingiz. To'xtamadi, qaytadi. Kim aytdi uni? Rulni bu yoqqa burildi o'zi. Yo'q. Men shuncha tinch aholi ustiga borib mashinani haydayapsiz. Aka to'xtaylik deb qo'rqib ketdim, to'xtadigan qo'ymadi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima haqqingiz bor rulga o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasiz. Boshqalar qilmayman. Shuncha odam shikastlandi, shuncha mashina shikastlandi.